Anca OnePlus 15. Nasibsa jigarlar O'zbekistonda birinchi chiqqaniga hali ko'p bo'lgani yo'q, bilasizlar. Yaqinda taqdimoti bo'ldi. O'zbekistonda birinchilardan olib keltirdik, qani ko'ramiz. Maqtaganchalik bor ekan telefonni. Bunday korobkada akani chiqarganchidan iya. Yaqol. iPhone'dan, Samsung'dan chiqmaydi bunaqa narsa. Ochqaman. Sifati zo'r. Hamma ko'rgan bo'lsa, mana bu yerda QR bo'ladi. Original degani, chunki birinchi topchiklari chiqadigani, original shundan bilsa bo'ladi. QR ko'rinadi. Telefoni shunaqa raspakovkada bo'lar ekan mana. Eslatib o'tamiz, bu telefonni Telegram kanalida Smart Market do'konidan zakaz qildik. Akalarimiz yetkazib berdi. 3 kun, 4 kun, uzoq 4 kun ichida tiklar ekan. Gap yo'q lekin. Va billa. Rang xudshunay shikarniy. Вообще turishiga gap yo'q. iPhone, Samsung yig'ishtiraveringlar, короче, уже. OnePlus keldi deydi-ku. Telefon вообще lekin gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Eng zo'r joyi akkumulyator 120 watt. Batareyka 7300 amper bo'ladi. 6 metr batarya. Mana yondi. Yonish. Mana shunday original zaryadkalar bilan chiqaraman. Xullas, Smart Market kanalidagilarga rahmat aytamiz. 120 watt. Rahmat aytamiz. Mana shunday telefonlar olib kelib yetkazib berdi. Jonlar sog' bo'lsin. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Turishiga gap yo'q lekin.